Tak. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Sog'liq yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Tak, bugun biz bo'la vijvaniya qilamiz, tak. Yengillik bor bugun, agar sezayotgan bo'lsanglar. Qilib turishga davoman videoni. Yangigina olganman. Xudo xolasa uni ham obzor qilib chiqaraman. Yangidan olganman, ketmas. Bilmadim, короче, keyingi videoda obzor qilib chiqaraman yoki shorts qilib chiqaraman obzorni. Tak, videoni boshlayveramiz onda. Vijvaniya bugungi videomiz tayyorda katta bo'ldi. Tak, birinchi bob. Yo'q, daraxt bor o'zi. Bonusni so'nda qo'shgandim, короче. Vijvaniya ozgina o'ynaganman bu kartada. Boya ozgina o'ynadim, lekin zapis yozilmay qolibdi ekran. O'shaning uchun qaytadan videoni boshqa yer yaratishga erindim, короче, to'g'risini aytsam. Erindim boshqa yer yaratishga. Tarvuz yo'qmi bu yerda boshqa? Tak. Короче, bo'la. Qiziq narsa aytib beraymi? Kayzo, короче. Kayzo menimcha ko'pchilik tanisa kerak. O'sha bitta qiz topibdi, короче, uylanishga. O'sha qizga uylanmoqchi bo'lgan ekan Kayzo aka. Tam keyin to'y qilish uchun ana YouTube kanali bor oldingisi. O'shani sotgan ekan. Lekin sotgani bilan qiz просто boshqasi bilan yurib ketgan, bo'ldi, tamom bo'lgan o'sha bilan. Lekin akkauntni sotib qolgan. Kayzo akkauntni sotib olgan, YouTube akkauntini. Lekin u qiz boshqasi bilan yurib ketgan. Undan keyin ana u ikkinchi kanal bor-ku. O'shani yozib ketgan, короче. Da ana kanal yo'qolib ketdi, menimcha ko'pchilik bilsa kerak. O'sha kanal yo'qolib ketdi. O'zim ham ancha qadar topolmagandim. Ana u ikkinchi kanal chiqaveradi, birinchisi chiqmaydi. Uni sotib olgan ekan. Lekin Kayzo brat yomon bo'lgan ekan qizi. Tashab ketib. Tak, toshdan kelga solib, ko'mir Bilay, nimalar deyapman. Lekin ko'mir kerak bo'ladi, qozi bala. Qazi bo'lyapman, короче. Tushunganlar tushundi, tushunmaganlar o'zi biladi. Tilim sep chiqib yotibdi o'zi. Uzr, maktab boshlandi, o'shaning uchun ancha vaqtdan beri video qo'ya olmadim YouTube'ga. O'shaning uchun bugun video qilib chiqaryapman. Xudo xolasa ikkinchi qismini ham ko'ramiz, lekin bilmadim, aniq aytolmayman ikkinchi qism chiqadi deb, o'shaning uchun ko'ramiz, xudo xolasa. Bitta tosh ham olib ketinglar. Men turaversin videoda. Tak, 3taga 8dan qo'shsang nechta bo'ladi? 11 ta bo'ladi, to'g'rimi? 11 ta tosh qazishimiz kerak. 11 ta. Ha, bo'ldi. Tak. Verstagim qani mana. Tak, birinchi bo'lib hali cho'p ham yasalmagan. Хорош. Tosh qani endi? Mana yana новый достижение. Bo'la достижение qayerdan ko'rardi? Yo'q, botdan ko'rmaydi aniq. Tak, nima qo'ydim hozir? Ha, dedi. Kelishaversam meni. Deydi.
demoqchi edim. Endi esimga tushib qoldi. Deb bola mana adashmasam Craftni ko'rsa degan turuvda. O'zimizdan Javada turardi. Qanaqa Java? Bedrockda. Nima deyapman? Короче, shunaqa. Tushundim. Yana aytyapman. Iye. Jigarim. Nima bo'lib ketdi? Mana o'zi qaranglar. Hammaylar so'rib qo'yganmiz. Keyin manatga olsa bo'lar ekan. Lekin odam o'ziz bu. Realniy odam. Chunki Java teksturasi mana unaqa shader qo'shmasang loyga o'xshab turadi. Yangi versiyada unaqa emasdi, eski versiyada shunaqa. O'zi 16.5 deb bu versiya. Shuni grafikasi mana unaqa bo'libdi. Yoki FPS pastligidami? Yo chang pastligidami? Bola changni qatdan o'zgartiradi, changni ko'tarib tushiradi. O'shani topa olmayapman. Real nimadir ko'rdim hozir tepada. Yokida daraxt, yokida uy. Realni ko'rdim. O'netta. Daraxt ekan. Inventar yo'qmi? Haromi so'r inventar. Tak bo'la. Men Minecraft o'ynaydiganlar bormi? Server ochaman. Birgalikda video olamiz, короче. Agar o'ynaydiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Xudo xolasa birga video olamiz. Agar o'ynamoqchilar bo'lsa va Java Minecraft'lar bo'lsa. O'sha yerda kompyuter bo'lishi shart emas. Telefon bo'lsa ham bo'ldi. Главныйsi Java Minecraft'lar bo'lsa bo'ldi. O'sha bosh masala. Zombini ovozini eshitdim bo'la. Zombini ovozini eshityapman. Bu degani nima degani? Bu degani surish kerak degani. Bu mana spam bo'lgan joymi? Men bitta joyda aylab yuribmanmi? Mana bitta joyda aylab yuribman. Xaromi. Araqsalganimda men yog'ochni otib yubordim inventardagi yog'ochni. Bolalar karantin bir joyda aylanib yurgan ekanman, o'shaning uchun. Bu yerdan короче surib olishga qaror qildim. Juda mishki juda katta bola. Serverdan kichiraytirishim kerak. Haromi chiqimi? Sal qoldim men o'ldirishimga. Zo'r yuribman. Surib o'rdan o. Duh yetmadi men. Birga ko'rishgan bilan. Sababi men yorug'lik ishing corporation qilaman deb. Duh yetmaydi undan keyin. Nima bratish? Duh yetmaydi baribir. Bunaqa o'zingdan kattalarga sakrama. Xo'rama tushib ketdim bola. Ko'ryapsan bola, professionalman-ku.
Yarama! Hozir Minecraft udaytib tashlayman hozir bor. Videoni tugatsamgina. Yo'q, qiziq ham bo'lmay qoldi video. Короче, hech narsa. Короче, bu yerdan chiqamiz. Удалить deymi, hazillashyapman. Udalить qilmaymiz. Bu yerda udalить qilib bo'ladimi? Yo'q, bu yerda udalить qilmaymiz, kerak bo'ladi u yer hali bizga. Tak. Не то narsa yozib. Tak, nima deb yozsam bo'ladi? Bo'ldi. Короче, o'qiganlar o'qib olsin. Shunaqa короче. Bu yerga ключ olsa ham bo'lar ekan. Короче, ketdi. Birimiz загрузка bo'lsam. Bola nima deysa, keyingi videoni web kamera bilan olsammikin? Web kamera bilan olaymi? Da, mana shu plyaj. Minecraft fikricha mana shu yer plyajda. Men plyajdaman hozir. Shu yerda ham plyaj deydimi bola? Qaranglar. Faqat bitta biom. Bu ham bo'lsa ko'rib turibsizlar. Urolmadim hozir sana. Bu yerda nima bor? Ay, короче, chaqmoq urgan, nima deyapman. Saqol tushib ketishga. Короче, bola menimcha nima qilishimizni tushundinglar. Tushundinglar. Aniq tushundinglar. Videoni qilaveringlar. Naboridan. Yo'q, menda yo'q. Ovozimga nima bo'lib ketdi? Bitta udrat qilib tashlaymi? Использовать. Дион готов. Пищи. Wow. Tepa menda yo'q-da. Nima qilay? Pesokni udalить qilib tashlayman. Udalить qilamiz. Kamin yo'q, kamin kerak bo'ladi. Готов. Создать мир нам забыл. Tak, bola, tak. Videoda meni ko'rmayotgan bo'lsalar chiqib ketaveringlar. Hozirda o'zida chiqib ketaveringlar. Hazillashyapman, ko'ringlar oxirgacha. Ko'ringlar endi oxirgacha. Hali mir yaralgani yo'q. Короче, hammaga xayr.